Ravshan Kamol Qo'qorov va Ahror Alixonov bilan maktab savollarini qilamiz. Let's go! Yomon bo'ldi. Bugun nakazaniyam bo'ladi. Qanaqa nakazaniya bo'ladi? Zahar eliksirimizni ichasiz. O'lib qolamiz. O'limganda qolmizmi? Oxirgi video bu bolalar bilan bo'ladi. Bugun bolalar uchun 35 ta savol tayyorlab qo'ydim. Bitta to'g'ri javob uchun 1 ball beriladi. Har savolga javob berishga 3 ta imkoniyat bor va bolalar bitta Google yordami va bitta o'rtog'iga qo'ng'iroq qilib yordamini ishlatsa bo'ladi. Yutqizgan odam esa achchiq chili suvini ichish kerak bo'ladi. Biz esa o'yinni boshladik. Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar xonim, Faxror xonim. Bugun Babreloni syomkasidamiz biz. Legendarniy video bo'ladi. Albatta. Qanday Ahror siz maktabda o'qigansiz? Men ofitsial maktabda prям 3 ga o'qiganman, faqat 3 olardim. Yo'q, o'zi 2 olishim kerak edi, lekin ustozlarga zo'r kechiringlar, tam men yaxshi ko'raman, sen meni yaxshi ko'rasiz, go. Maktabdagi eng aql o'quvchi bo'lganman. Manda krasный аттестат. Мне krasный аттестат, у меня даже четверки нету. Juda sigma Ekzamen ozod qo'yishardi meni, chunki kirib baribir Endi tushundinglar nima men aqlliroqman. Давайте. Любимый fan, eng yoqtirgan faningiz qanaqa bo'lgan? Fizkultura. Matematika. Matematika dedilar. Matematika deyish shu, matematika deyolmaysiz, matematika. Matematika. Ты сначала объяснишь правильно? Да. Birinchi savol, например, kim eng kuchli bloger? И ответ импортный бомж. Ладно. Yaxshi. Нормально. Dunyoda eng baland tochka. Nimaga ekan? Давай, gapiring. Yes! Bilmayman, esga tushib ketdi. Esga tushib ketdi. Burj Khalifa. Yo'q. U eng baland bino. Eng baland точка. Everest. Yes! Вообще не по правилам, он должен был отвечать. Qonun qoidani esdan chiqardinglar. Men javob berishim kerak edi. Men liba Kilimanjaro, liba Everest deb o'ylab turdim. Liba Elbrusmi bilmadim, qaysi Elbrusmi nima? Atakrasam mayli. Mayli. Biz rozima balli ahvolga hisoblaymiz. Birinchi savol keladi. Da, no, по очереди, да, по очереди. По очереди, давайте. Siz bitta momentda juda yaxshi javob etdingiz. Может, shuni ishlatishingiz ham mumkin hozir. Chunki ikkinchi вопрос это eng baland точка Rossiyada. Elbrus, brат. Yaxshi! Я знаю. Rossiyada? Mineralniy vodada joylashgan. Men o'sha Elbrusni tepa cho'qqisiga chiqish niyatim bor-da, o'rganib chiqqanman. Trend bor. Da, brat. Так, счет 1-1 ketyapti. Hisob 1-1. Bilmasdim. Eng sovuq materik. Antarktida. Yaxshi! Ahror. Mineralniy voda. Qiziq, qo'li bilan ham duchaga ketadi. Krasava. Hisob do'stlar 2-1. Let's go. Men foreigner turish kerak. Shunaqami? Ради петлички, ради Расымдеев, ради Барселоны. Если что, есть. Barcelona, Viska Barça, Viska Kataloniya. Absolutely. Kommentariyaga yozib qoldiringlar, siz Real muxlisimisiz yoki Barça, Real muxlisi bo'lsangiz, Hala Madrid, Barçani muxlisi bo'lsangiz, Viska Barça. Let's go. Qaysi polushariyada O'zbekiston turadi? Qaysi dunyoni Vostok. Yo'q. Tushunmadim lekin savolni. Man sever, vostok o'sha narsalarmi? Da. Tagida sever menga. Da, to'g'ri. Mana hozir Vostok dedim. Sever, vostok bor bizning mahalla tarafda. O'rtoqlar, просто Ozgina qo'ylidan olib ketib qolmanda. Men 3-1. Dunyoda nechta kontinent bor? Nechta materik? 6 ta. Yaxshi, lekin qarang. Hozir 7 ta bo'lgan. Нет. 6 ta to'g'ri. Слушайте. Bonus. Agar hammasini aytib bersangiz, yana 2 ta ball beraman. Okey, Osiyo, Aziya, ya'ni Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika, Avstraliya, Afrika, Antarktida. 6 ta. Yo'q, noto'g'ri. Men sizga aytaman, hozir sizga imkoniyat beraman. Если ты сейчас скажешь, 2 ball beraman. Не будешь пробовать? Yana bitta imkoniyat sizga. Bitta so'zda неправильно aytdingiz, неполный. Bitta materikni неполный aytdingiz. Южный Afrika. Yo'q. Qanaqasiga o'tdi? Birinchisi. Shimoliy Amerika. Yo'q, voy. Janubiy Amerika. Yo'q, вообще не тот. Ne, вот mana qaranglar. Tipa boshdan sanayman. Afrika to'g'ri, Osiyo to'g'ri, Avstraliya to'g'ri, Antarktida to'g'ri. Bu yerda 2 ta Amerika qolyapti. To'g'rimi? Yo'q. To'xtang, zanovo ayting, yana bir marta. Antarktida pastda, Antarktida
Avstraliya. Tak. Yevrosiyo. To'g'ri birmi? To'g'ri birda. Tak, yo'q. Nima zo'r? Qaysi Man. Voy, tenis. Yo'q, boshqatdan unaqa. Qaysi yaxshiroq? BMW или Mercedes? BMW. Yaxshi! Why not? Bunaqalar. To'g'ri suda. Eng tuzlangan dengiz. Nimaga bosdingiz? Tinch okean. Dengiz? Dengiz, more. Da, more. Qora dengiz. Atlantik. Yo'q. Qizil dengiz. Yo'q. Qora dengiz. Yo'q. Yashil Kaspiy dengizi. Net, oxirgisi. Mandami? Ha. Ichki sana Bir, ikki, mörtvi. Mörtve mi? O'lik dengizimi? Da. O'zimizdagi O'lik dengizi. Uli dengiz bormi? Ayt, sami. Bizda O'zbekistonda Serios? O'lik dengizi. Men shunday qo'ng'iroq O'shada to'g'rimi O'zbekistonda? Da. Qurib ketgan dengiz. Ne. U O'zbekistonda emas. Bilmayman hatto, lekin Google aytdi mörtvi. O'zbekistonda emas. Нормально это подga to'yolsa. Voy Orol dengizi-yu, O'lik dengizi dedim. O'zbekistondagi Aralskaya more, to'g'ri, Orol dengizi. Hozir shunda men sendan hozir informatsiya so'rasam, bu nima degani desam, qo'y deysan, to'g'rimi? Google shunaqa dedi deysan, to'g'rimi? Klass, video shah. Qaranglar, Izrail, между Израилем и Иорданией, Palestinskaya. Shuni qaralgan tushundim, okey. O'zbekistonda qaysi pustinja bor? Qizilqum. O'zbekiston Qizilqum cho'li Da. Qizilqum. Men ответni ko'rmasdan aytdim-da. Ответ bormi? Da. Qizilqum, da, всё. 5-2. Geografiya vaqoslari tugadi. Geografiya tugatdik. Uncha yaxshi emas ekanman, sorry. Geografiyada BMW или Mercedes nормально вопрос? Keyingi savol. Keyingi fan, fizika. Qaysi sayyora eng yaqin Quyoshga? O, yerga Quyoshga eng yaqin? Quyoshga eng yaqin sayyora. Qaysi? Так, men internetdan vоспользуюсь. Давай, bosing. Bu fizika, Bu fizikada. Da, men o'rtoqlar Quyoshga eng yaqin sayyora, men internetdan foydalanishga qaror qildim, chunki har birimizda imkoniyat bor. Quyoshga eng yaqin sayyora bu Merkuriy. Yaxshi. Yes sir, 6-2. nohaqli. Va Google. 6-2. Sizlar hozir foydalanasiz ozginadan keyin. Turadi va Любой вопрос. Pastga tortadigan kuchning nomi nima? gravitatsiya. Yaxshi! Brat, ahror, это что за? Magnit